Assalamu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlarga aksiyon bombasini ko'p beraman. Xudo xohlasa videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Menga arzon mashinalarni o'tirib bermaslik uchun videoni maksimalni tarqatib, podpishkada bo'lamiz. Like bosib, kommentariy yozib tashlaymiz. Qanday ketdik esa 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Cobalt'imiz benzindan mashinamiz kraskalari 100% rodnoy 40 ming kilometr yurgan edi. 40 bin kilometr hech narsa emas, bilasizlar. Narxi 129 million so'm. Menga arzon mashinani ichidan topa olmaysizlar. 2021 avtomat 40 ming yurgan, 100% rodnoy, hamma joyi 129 million so'm. Mashinamizni ikkilamchi kredit asosida oldindan 3 million 400 ming so'm berib turib, 5 yil muddati oylik to'lovlari 3 million 4 million 100 ming so'mdan olib chiqib ketsizlar bo'ladi. Mashinamizning holatini ko'rishingiz mumkin. Qimmat texollar qo'yilgan. Mashinamiz tayyor turibdi. Ana ko'rganlaringizdek 40 kilometr. 40 ming kilometr. Tayyor mashina ko'rib turganlaringizdek, ballonlar ham toza. Mening mashinalar o'tkazib bermaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa YouTube kanalimizda 1000 podpisчик bo'lishimiz kerak. Videoni maksimalni tarqatib tashlasangiz, может sizlar orqali kimdir mashinada bo'lishi mumkin. Asa rahmat hammaga. Yine niski mashinalarni ko'p bering. Cobalt'larimiz bor. Niski svetinden gerek, midnight kerakmi? Masalan, bu 2023 yil 32 ming yurgan metallari bor, kraskalari 100% rodnoy. Bu mexanik ekan bu mashinamiz. Mexanik. Bilasizlar, uncha topilmaydi. Hozir yili toza mexanik Cobalt'lar. Bunun narxi 139 million so'm. Buni ham ikkilamchi kredit asosida oldindan 15 milyon so'mlar bilan olib chiqib ketsizlar bo'ladi. Oylik to'lovlari 4 million 300 dan chiqadi. Lekin yili toza, mexanik ham kamdan kam uchiradigan mashina. Cobalt'larning narxlarini ko'rdingizlar. Malibu birlarimiz bor, Trekkerlarimiz bor. Malibu 2 deysizlarmi, Kia deysizlarmi? Har xil mashinalarimiz bor. Spark avtomat masalan, avtomat Spark ko'pchilik izlab yurganlar uchun 2018 yil avtomat 99 ming kilometr yurgan metallari bor. 10 krelinda kraskasi bor ekan, 3 krelinda. Boshqa hamma yeri toza. Xo'sh, mashinamiz 99 million so'mga turibdi. Avtomat Spark 99 million so'm. Oldindan 20 million so'm bilan 3 yil 3,5 million so'mdan olib chiqisizlar bo'ladi. Mening variantlarim kamdan kam chiqadi. Qiziqib ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat hammaga.